Oxirgi chiqargan statistikalarga qaraganda har kuni 137 ta oila ajrashayotganligi rasman aytildi va undan ham yomoni 48% hali farzandli bo'lishga ulgurmagan oilalar ekanda. Mana shu ajrashishlarga sabab bo'layotgan ba'zi narsalar haqida aytib bersangiz. Oilalarni ajrashishlik prosentini, foizini ko'payishligida bir qancha omillar e'tiborga ko'zga tashlanadi. Bularning ichida eng muhimlardan biri kimlarga o'zi qizlarimizni bersak yoki bo'lmasam kimlarni biz xotin sifatida tanlasak, talablarimiz minimum qaysi biri bo'lsa yaxshi bo'ladi. Jamol aldaydi ko'pincha. Axlatxonada o'sgan guldan ehtiyot bo'linglar deganlar. Ko'pchilikni qiz farzandini shunchaki tavakkalliga berib yuborishdan oldin surishtirish masalasi ham. Surishtiruv o'zi qanaqa to'g'ri bo'ladi? Nima qilib ba'zida yolg'on gapirib qo'yishlik mumkin. Qanday surishtirsak to'g'ri bo'ladi? Bosh omil Allohdan qo'rqish. Uni jamoli ozgina fursatdan keyin tugaydi. Moli sarf bo'lib ketadi. Nasabi uyda qoladi. Siz bilan birga diyonati davom etadi. Instagramda muammo, ya'ni taqqoslash, soxta psixologlar. Endi biz yechim sifatida Instagramni taqiqlashligimiz to'g'ri bo'ladimi? Masalan, turmush o'rtog'imiz ham o'shandan ta'sirlanib qolmasin, keyinchalik sog'lom xonadonimiz bir baxtsiz oilaga aylanib qolmasin deb turib biz nima qilishimiz kerak? Mabodo ajrashadigan bo'lsa, o'sha uyi, joyi, moli, holi hammasini tashab, erkak to'nini yelkasiga olib chiqib ketgan. Xotinni ko'chaga chiqarib qo'yish bo'lmagan. Bo'ydoqlarni uylantiringlar, kutmanglar unaqa, pishiqchilik kelsa uylantiraman deb. O'zi bo'ydoq bechara pishib o'tiribdi o'zi. Alloh taolo hech kimdan qarzi yo'q. Hech kimga hisob berishga majbur emas, lekin uylana olmay turganlarga moliya bilan yordam berganga Alloh taolo tilagingni derkan. Baxtni belgilovchi narsa iymon, e'tiqodlik, vafodorlik hissi, sadoqat bilan turish, og'irlik, yengillikda yonma-yon turishlik, so'z berish bir-biriga. Oila masalasi bo'lgandan keyin boshlanchi sevgi bilan boshlanadi, lekin sevgini o'zi yetmaydi. Yig'lama behuda ko'ngil, sevgining o'zi yetmagay. Sevsa-da bulbul, so'lar gul, sevgining o'zi yetmagay. Qozon, tovoq, ko'rpa kerak, to'yga yetar sarpa kerak. Yana shuncha narsa kerak, sevgining o'zi yetmagay. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi yana navbatdagi suhbatimiz oila mavzusida bo'ladi va bugungi mehmonimiz ko'pchilik uchun ustoz sifatida tanish bo'lgan Abror Muxtor Ali domla. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat, salom. Oxirgi chiqargan statistikalarga qaraganda har kuni 137 ta oila ajrashayotganligi rasman aytildi va undan ham yomoni 48% shu 107 ta odamni oilaning ichidan hali farzandli bo'lishga ulgurmagan oilalar ekanda. Bu juda ham ko'p aslida. Mana shu ajrashishlarga sabab bo'layotgan ba'zi narsalar haqida aytib bersangiz. Xo'p, bismillah, alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Oilalarni ajrashishlik prosentini, foizini ko'payishligida bir qancha omillar e'tiborga ko'zga tashlanadi. Bularning ichida eng muhimlardan biri deb o'ylayapman o'zim, yengil erishish. Nikoh qurishlikni ya'ni jiddiy sanamaslik. Qizlar ham ko'p, o'g'illar ham ko'p. O'rtada mas'uliyatni bir-biriga yuklash masalasida jiddiy qaralmayapti va yashab ko'rgandan keyin 3 kun, 5 kun, 10 kundan keyin bir-biriga yoqmay qolyapti. Shu bilan ajrashaman, yangisini olaman degan xayol bor. Qadimda nimaga ajrashish kam bo'lgan desa, qiz bolani bir xonadonda yetish boshqa xonadonga borishligi uchun kuyov tomon juda katta xarajat qilgan, juda katta mas'uliyatni zimmasiga olgan. Bu qadriyat sifatida singib ketgan xalqlarning ichida. Hatto shunaqa gaplar bo'lgan, mabodo ajrashadigan bo'lsa, o'sha uyi, joyi, moli, holi hammasini tashab, erkak to'nini yelkasiga olib chiqib ketgan. Yana bitta uy qilish kerak, yana mol-hol qilish kerak, yana yangi tashvish bo'lish kerak degan xayolida bo'lgan. Xotinni ko'chaga chiqarib qo'yish bo'lmagan. Mahr masalasi misol uchun shariatda bekorga mahr masalasi joriy qilinmagan. Eng past quyi nuqtasi aytilib, yuqori nuqta chegaralanmagan. Hatto Hazrat Umar radhiyallohu anhu chegaralamoqchi bo'lganlarida bir ayol chiqib turib, Alloh chegaralamaganni Umar qanaqa chegaralaydi degan, shu bilan to'xtatganlar. Xotin to'g'ri gapirdi deb.
ayollarning qadrini tushunadigan oilalarda ajrash bo'lmasligi kerak. Bu qanaqa bo'ladi desa, ayolning mayda kamchiliklaridan ko'z yumolmagan erkak uni buyuk fazilatidan bahramand bo'la olmaydi. Mana shu fikr dunyo qarashlar shakllanishligidan oldin oila qurib qo'yganlar yana uylanaveraman, yana turmushga chiqaveraman degan noto'g'ri fikr bilan shunga boryapti. Yana ikkinchi omil ijtimoiy tarmoqni kengayib ketganligi. Ijtimoiy tarmoqda hamma reels ko'radi, qisqa gaplarni ko'radi yoki faqat baxtli tomonini ekranga olib xalqqa namoyish qilayotgan odamlarni ko'radi-da. Sahnalashtirilgan soxta. Bundan o'g'il bolalar ham, qizlar ham ta'sirlanadi. O'zini erini boshqa hayot bilan solishtirishi boshlaydi. Bu endi nonko'rlikning bir ko'rinishi. Nonko'r odam ne'matdan mahrum bo'lish bilan jazolanadi. Shukr qilgan odam ne'matning ziyodasi bilan mukofotlanadi. Bu o'zgarmas qoida. Alloh taolo yer yuzida inson hayotiga o'rnatgan qoida bu. Shukr qilsang ziyoda qilaman degan. Ne'mat bu. Bir qiz uni ko'ngliga qaraydigan bir erga, bir erkakka turmushga chiqdimi, baxt bu. Endi agar bu qiz bu boladan farzand ko'rsa, 2 karra baxt. Endi shu baxtni his qila olmasdan turib, ko'chada boshqalarni havas qilishni boshlasa, bu oilaga putur yetadi, dars ketadi, erkakning hamiyatiga ta'sir qiladi. Savdo bilan shug'ullansangiz, ko'chada kimni bozori yurayotgan bo'lsa, o'sha ishni qilib ko'raymikin degan ichingizda vasvas bo'ladi. Nonvoyi ishi zo'r ketyapti, Ramazonda non yopish kerak ekan. Kuzda baliqchining ishi zo'r ketyapti, baliq qilish kerak ekan. Lekin siz qilsangiz u o'xshamaydi. Uni o'sha sezonida ko'ryapsiz-da. Ko'chadagi ijtimoiy tarmoqda o'zini baxtli hayotini sahnalashtirgan odamlar o'sha sezonni ko'rsatyapti xolos. Lekin oila ichki tomonni ko'rsangiz, xotirjamligi yo'q, muhabbati yo'q bir-biriga. Sevgini o'zi kifoya qilmaydi. Oilani mustahkamlanishligida sevgining o'zi kifoya qilmaydi. Sevgi boshlang'ich nuqta hisoblanadi. Sevgi mehr bilan, shafqat bilan davom etadi. Lekin sevgining yonida sadoqat kerak bo'ladi. Vafo kerak bo'ladi. Faqat yaxshi kunlarda, faqat to'y-to'ychiqda, bayram kunlarida yoningizda turaman emas. Insonning boshiga qiyinchiliklar keladi, musibatlar bo'ladi, yakka qolib ketadi. Hech kim uni gapiga quloq solmaydigan kunlar bo'ladi. Shunda ayoli turish kerak, men oldingizdaman deyish kerak. Ana shuni, ya'ni rol sifatida, o'rnak sifatida bizda hayotda Xadija onamiz misol keltiriladi. Payg'ambar alayhissalomni hamma yolg'onchi dedi. Hech kim ishonmadi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'lishidan oldin hamma ishonardi Rasulullohga. Amin deyishardi, ishonchli odam bu deyishardi. Vahiy nozil bo'lgandan keyin hamma yuz yugurdi. Kazzob deyishdi, yolg'onchi deyishdi, nima deyishdi, majnun deyishdi, quloq deyishdi Rasulullohni. Ya'ni eshitganini gapirib yuradigan odam deyishdi. Shunda Xadija onamiz, "Yo, siz yaxshi odamsiz. Sizga shayton musallat bo'lishi mumkin emas. Siz illa Allohning bir yaxshi ne'matiga musharraf bo'lyapsiz. Yuring" deb varaqani oldiga olib borganlar. Bilasiz tarixini. Ijtimoiy tarmoqlarda soxta psixologlar ko'payib ketdi. Bu ham bir 3-omillardan bittasi. O'zi zo'rg'a qil uchida bog'lanib turgan oilaga kesib olishlik uchun qaychi beryapti psixologlar. Kes qaychini deyapti, uz deyapti. Nimaga kerak deb oshkora ayta olishdi. Nima keragi bor ayolni deyish. Men o'zim kuchliman deyishdi. U o'sha 5 minut kuchli bo'lib turishi mumkin. 5 kun kuchli bo'lib turishi mumkin. Yolg'iz qolib ketgandan keyin ayol kishi depressiya degan narsa bor, unga kirib qoladi. Ersiz, erkagisiz hayotni lazzatini yarmini ham totolmasligini his qiladi. Hayot mutlaqo nordonlashib ketadi. U nordon hayotga o'rganib qolsa, u o'zini ishi. U baxtni baribir his qilmay yashaydi. O'sha nordon hayotini baxt deb yashashi mumkin. Haqiqiy baxt, to'kis baxt er va xotinning holatida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bularni bir-biri bilan mukammallashtirdi-da. Libos ta'rifini qildi. Libosda hamma narsa bor. Yomonlikdan himoya bor. Xunuk joylarni berkitish bor, ziynat bor, aybini berkitish bor. Badan bilan kiyimni o'rtasiga boshqa narsa sig'maydi. Badaningiz bilan kiyimingiz o'rtasida hech narsa yo'q. Er xotinning o'rtasiga ko'chadagi hech kim kirmaslik kerak. Qayoqdagi psixolog? Men ba'zi psixologlarni bilaman. E'lon qilyapti.
bugun bu safargi darsimiz erkakni o'zingizdan uzoqlashtirmaslik sirlarini o'rgataman deyapti. U xotin 4 ta erdan ajrab chiqqan. O'zi 4 ta erni, ya'ni hurmatini qilmagan, vafo qilmagan, 4 ta erga xiyonat qilgan. Lekin ommaga chiqib qizlarga aytayaptiki, erini uzoqlashtirmaslikni sirlarini o'rgataman. Shunaqa uyatsiz, shunaqa bachkana bo'lib ketdiki bu hodisalar. Ilmiy yondashish saviyasi sayozlashib ketganligidan keyin shuni eslab yurishibdi. O'ziga yoqadi endi shuni anaqasi. Go'yoki hayot tajribasi bor, eski o'sha o'tgan kunlardagi o'zbegoyim siymosi bor xayolida, lekin ko'rsangiz bu o'sha Homidni urg'ochi varianti o'zi o'tgan kunlardagi. Bu omillar ham. Undan tashqari diyonat masalasida ham biroz suyuqlik bor hozirgi kunda. Suyuqlik, ya'ni yaxshi o'rganmasdan turib, diniy diyonatni o'qimasdan, erligini, xotinlik mas'uliyatlarini o'rganmasdan turmush qurib oladi. Ota-onani qaramog'ida katta bo'lgan, endi oila bir jiddiy mamlakat, davlat, bitta katta davlat hisoblanadi oila. Butun boshli davlatni yacheykasi hisoblanadi. Shunga qurib olgan, endi mustaqil o'ziga vazifa yuklangandan keyin masalaga yengil qarashlik. O'shaning uchun doim tavsiya qilinadi bu borada Hazrat rahimahullohni Baxtiyor oila degan kitoblarini o'qimasdan turib oila qurishga shoshilmaslik kerak. Er-xotin oila qurgan bo'lsa ham o'qish kerak shuni. Instagramda muammo, ya'ni taqqoslash, soxta psixologlar. Endi biz yechim sifatida Instagramni taqiqlashligimiz to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, taqiqlab bo'lmaydi. Masalan, turmush o'rtog'imiz ham o'shandan ta'sirlanib qolmasin, keyinchalik sog'lom xonadonimiz bir baxtsiz oilaga aylanib qolmasin deb turib biz nima qilishimiz kerak? O'rniga muqobil berish kerak. Ayollarimizni, masalan, erkaklar ayollardan xavotir qilsa, ayol hissiyotli, ya'ni insonda hissiyot ko'proq erkakdan ko'ra. Birinchi hissiyot ishlaydi, keyin to'g'rimikin, noto'g'rimikin deb tahlil qiladi. Ayolda shunaqa, bu o'zi tabiati, uni go'zalligi ham shu o'zi. Agar ayolda hissiyot bo'lmasa, unda turmush lazzati yo'qolib qoladi. Yevropada bir qiziq gap bor. Bir kishi musulmon bo'lib, ayoli yevropalik ayol musulmon bo'lgandan keyin o'zini ayol bilan ajrashadi. Keyin muslima qizni oladi. Keyin so'rashadi. Oldingi hayoting bilan keyingi hayotingni nima farqi bor desa, oldin erkak bilan yashagan ekanman deydi. Ya'ni hissiyot yo'q ular. Hissiyot yo'q odam bilan mumkin emas. Ana shu hissiyotni to'g'ri jilovlay bilish kerak. Ya'ni yo'naltira bilish kerak. Uni jilovlab ham, masalan, daryoning suvini to'xtatib bo'lmaydi. Faqat uni irmoqlarga bo'lib yuborish kerak. Ilmga yo'naltirib qo'yish kerak. Taqvoga, zikrga, tasavvuf nima uchun kerak? Tasavvuf dinni umurtqa pog'onalardan hisoblanadi. Buni inkor qilgandan keyin ko'p odamlar diyonatni ham lazzatidan uzoq bo'lib qoladi. Zikrga, Qur'on qiroati misol uchun, bola tarbiyasiga tegishli o'zini ustida ishlash, shularga yo'naltirish kerak. Tarixdan bir misolni aytaman. Ayol kishini o'sha solishtirish, o'zi ichida bo'lgan ne'matni his qilmasdan turib boshqa tomonga ko'zini alanglashligi tabiatan bor narsa. Payg'ambar alayhissalomga ko'p hajiv she'rlarni yozib, Oysha onamizni, Sofiya onamizni o'sha o'ta fahsh gaplar bilan tasvirlab she'rlar yozgan Ka'b ibn Ashraf degan yahudiy bo'lgan. Onasi yahudiy, dadasi arab bo'lgan, o'ta ko'rkam odam bo'lgan. Ko'rkamlikda haqiqatda ko'rkam odam bo'lgan. O'ldirish uchun kelgan sahobalardan birlari uni aldaydi-da. Aldaganda shu yerda bitta ajoyib iqtibos bor. Menga deydi qarz berib turgin, Muhammadni o'ldirishga menga pul kerak desa, qarzingni qaytarishga nima berasan? Garovga nima qo'yasan deydi. Nima qo'yay desa, xotin bola chaqangni olib kelib qo'yib qo'y deydi qasrga. Xotin bola chaqang bu yerda turib turadi, sen qarzni ishlatasan, pulni qaytib berasan, xotin bola chaqangni olib ketasan deydi. Shunda sahoba aytadiki, birinchidan deydi, sen o'ta ko'rkam odamsan deydi. Xotinlarimni deydi, seni oldinga tashab ketsam, fitnaga tushishi mumkin. Solishtirish boshlaydi men bilan seni. Aynishi mumkin. Qarang.
Sahobalarning ichida ayol tabiatiga nisbatan aytilyapti. Bu endi hammada uchraydigan narsadan yiroqman. Insonda nafs bor. O'ta ko'rkam bo'lgandan keyin o'zimiz guvohi bo'lganimiz, Ka'bada tavof qilayotganda o'ta ko'rkam odamlarga shunaqa baqirayib qaraydigan ayollar bo'ladi. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Ka'bada tavof qilyapti vaholanki. Inson bu, insonni insonligi bilan qabul qilish kerak, farishta emas. Shunda sahoba yo deydi. Ikkinchidan deydi, bolalarim kelajakda otam qarz olib bizni garovga bergan degan ta'na bo'ladi. Undan men or qilaman deydi. Undan ko'ra qurollarimni tashab ketadi, qurol tashab ketadi. Bu ajoyib bir hodisa. Shunga o'xshab ijtimoiy tarmoqdan ayollarimizni taqiqlab bo'lmaydi-yu, to'g'ri yo'nalishga yo'naltirishimiz kerak. Bu borada ayollarni ijtimoiy tarmoqda diniy diyonatlik, ilmlik, madaniyatlik auditoriyasiga ehtiyoj bor. Odinaxonni auditoriyasiga o'xshagan muslimat misol uchun madrasalar bor. Bular ijtimoiy tarmoqda faollashishi kerak. Ajrashishni sabablaridan bittasi noto'g'ri inson bilan oila qurib qo'yishligi. Qanchalik ehtimol yuqori? O'zi aslida noto'g'ri inson yo'q. Noto'g'ri munosabatlar bor. To'g'ri, ba'zi odamga tabiati to'g'ri kelmasligi mumkin. O'shaning uchun nikohdan oldin ko'rishish joriy qilingan. Bir marta bo'lsa ko'rishsin, 2 marta bo'lsin, 3 marta ham ko'rishsin misol uchun. Chegarada, doirada, odob axloq normasida. Ana undan keyin yo'qsa tavakkal uylansin. Hatto deydi fiqh ulamolari, erkak kuyov qizni badanida oq shunga o'xshagan narsa bor yo'qligini bilish uchun vakila qo'yishi mumkin. Hammasini, xolasini bir ayolni borib ko'rib bering deyishi haqqi bor. Hatto shu darajada, ya'ni oilani mustahkamlash uchun bitta shu narsa sabab bo'lmasin uchun harakat qilinadi. Endi oldin tanishib, keyin turmush qursin degan falsafa bor g'arbda. Oldin tanishsin, 1 yil yashasin, keyin turmush qursin deydi. Odatda keyin uylanmaydi. Nimaga? Chunki yashaganingizdan keyin uni kamchiliklari ko'rinishi boshlaydi. 1 yil yashagandan keyin mas'uliyat yo'q, tashab ketaveradi. O'shaning uchun Yevropalarda oila parokanda bo'lib yotibdi. Italiya tug'ilishdan ko'ra o'lish ko'p. Taxminan 50 yilda Italiyada tub aholi qolmaydi. Konstantiniyani qilichsiz fath qilasizlar degan Imom Muslimda. Men o'ylaymanki, shu tug'ilish bilan fath qilamiz o. Bizga uylanadigan yigitlar kerak, farzand ko'radigan ayollar kerak. Muhabbatlik, serfarzand ayollarga uylaninglar. Farzand, maqsad farzand ko'rish bo'lsin. Yaxshi oilada farzand ko'p bo'lsin. Chunki qiyomatda ummatimning ko'pligidan faxrlanaman deganlar. Ana shu ma'noda, demak, qizlarimizning hissiyotlarini jilovlab, munosabatlarini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Yuqorida aytganimdek, kichik kamchiliklaridan ko'z yuma bo'lish kerak. Tasavvufda bir ajoyib sifatni ko'p shayxlar urg'u beradi, tag'oful degan sifat. Tag'oful. Hammasini bilib turasiz, ko'rmaganga olasiz. Mana shu oilani mustahkamlashlikka, munosabatni yanada ham go'zallashishga olib keladi. Lekin oshkora jinoyatlar, oshkora axloqsizliklar, oshkora xiyonatlar bo'lib ketadigan bo'lsa, bu munosabatni tiklash qiyin. Bitta ajrashgan bular emas. Bu munosabat borib zinoga, borib qotillikka, borib o'ta og'ir oqibatlarga olib keladigan bo'lsa, hakamlarni chaqirib, ikki tomondan munosabatlarni tushuntirib, yaxshilikcha ajrashish kerak. Munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yishni o'rganishimiz kerak, shunda yaxshi bo'ladi degan umiddaman. O'zbekistonda aholi yildan yilga ko'payib boradi. O'rtacha 1 millionga deyiladi-da yiliga. Lekin mana yana oxirgi statistikaga qaraydigan bo'lsak, oila qurish kamayib boradi. O'tgan yili ko'proq edi va yildan yilga kamayib boryapti. Bizning atrofimizda masalan shunaqa savol beradigan insonlar bor, yigitlar, ba'zan qizlar, yoshlari 27, 30 ga chiqqan, 30 dan oshgan, lekin haligacha yo turmushga chiqmadi, yo uylanmadi. Ya'ni kechikishiga sabab qo'rquvmi yoki boshqa biron bir sabablar bormi? O'zi nima uchun odamlar yildan yilga oila qurishdan masalan qochishyapti? Buni ham sabablari ko'p deb o'ylayman. Ijtimoiy tarmoq o'sha yengil hayotni ko'p taqdim qilavergani uchun oila yengil hayot emasdi. Oilada mas'uliyat bor. Oilada har xil
o'ngga chapga yurishlikni to'xtatib turadigan narsalar bor. Uylanishlik eng yaxshi to'siq deganlar. Madaniy tilda aytganda, ko'cha til bilan aytganda bir sahoba kelib, "Ya Rasululloh, men o'zimni bichib qo'ymoqchiman" degan. Chunki ayol fitnasidan qutulamayapman deganda Rasululloh yo'q deganlar. Bizda unaqa narsa yo'q deganlar. Eng yaxshi shu bichilish uylanish deganlar. Uylansang ko'zing haromdan to'siladi. Bu eng zo'r hodisa, lekin qiyin ish, mas'uliyatli ish. Bu mas'uliyatni his qilmaslik, yengiltaklik Yevropa madaniyatiga, yengil hayotga, dunyoni o'zida kayf safoga mag'lub bo'lgan odamlarda ko'rinishi mumkin. Buni oldini olishimiz kerak. Sezilyaptimi? Oldini olishimiz kerak. Yigit o'zi uylana olmasligi mumkin. Uyalishi mumkin, mahalla bosqini yoki andisha, ko'p narsa to'sishi mumkin uni. Moliyaviy imkoniyat. Qiz o'zini taqdim qila olmasligi mumkin. Bu qiz ham ajoyib oila uchun nomzod, bu yigit ham ajoyib oila uchun erkak. Demak, jamiyatga ham tushadi bu mas'uliyat. Jamiyatning oqsoqollari, peshqadamlari, ijtimoiy tarmoqdagi odamlar shunaqa bilganlarini birlashtirishlik uchun qandaydir platformalar yaratish kerak. Mana hozir nikoh platformalari. O'sha platformalar orqali nazorat qilib, qadriyat buzilmaydigan, axloqqa ta'sir qilmaydigan, qandaydir yengil-yelpi emas, jiddiy niyati bor odamlarni uchrashtirib qo'yadigan, birlashtirib qo'yadigan platforma. Nikoh ilovasi orqali o'zingizga munosib juft toping. Play Market yo App Store dan yuklab olib, o'zingiz haqingizga ma'lumotlarni to'g'ri to'ldirib, ro'yxatdan o'ting. Shu platformaning yonida uylana olmayotganlarni moliyalashtiruvchi bo'limlarni ochish kerak. Masalan, meni qo'limda pulim bo'lsa, ikkita yoshni uylantirib qo'yishligim, hatto salaflardan shunaqa gap bor. Alloh taolo hech kimdan qarzi yo'q. Hech kimga hisob berishga majbur emas, lekin uylana olmay turganlarga moliya bilan yordam berganga Alloh taolo tilagingni derkan. Chunki bir kurbani, ya'ni bir dardni, bir tashvishni yengillatgan odamga Alloh taolo dardni yengillatishda menga yetmaysan baribir deydi. Men sening dardingni yengillataman, so'ragayni deydi. Dunyo musibatidan qutqarsangiz, oxirat musibatidan qutqaradi. Shunaqangi bo'limlarni qilish kerak. Buni oldini olishimiz kerak. Masalan, men nikoh tarafdoriman, qadriyat tarafdoriman. Bir oilada eng kamida 4 ta farzand bo'lish tarafdoriman. Bu meni shaxsiy qarashim emas. Meni o'qigan, o'rgangan qadriyatlarimga suyangan narsa. Ilmiy tomondan ham isbotlab beraman. Jamiyatda agar siz oila qurib 3 tadan, 4 tadan kam farzand ko'rsangiz, jamiyatga foydangiz bo'lmaydi. Birinchidan, 2 ta farzand ko'rsangiz, o'zingiz bilan ayolingizni o'rnini to'ldiryapsiz xolos. 3 ta farzand ko'rsangiz, 3 tadan bittasi balog'atga yetadimi, yo'qmi, jamiyatga foydali odam bo'ladimi, yo'qmi, bu ham kafolat yo'q. 4 ta bo'lsa, o'sha bittasi jamiyat uchun bo'ladi. Siz o'zingizni o'rningizni to'ldirasiz, bittani jamiyatga taqdim qilasiz. Bizda dunyo bo'yicha bu hozir endi sport tili bilan, bodybuilding tili bilan aytayapti ko'pchilik. O'zbekiston testosteron masalasida birinchi o'rinda deyapti. Nimaga desa, haligi aytganingiz. Yiliga 950 ming, 1 millionga yaqin odam ko'payyapti. Farzand ko'rish zo'r. Bu yaxshilik bu. O'shanga qo'rqadi. Bizda sun'iy shaklda oilalarni rejalashtirish, kam farzand ko'rish degan narsani tarqatishardi. O'shanda qattiq qarshi chiqardim men ham qo'limdan kelgancha. Hozir ham tashakkur minbar berganingizga fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, oilani chegaralashlik faqatgina mana shunaqangi rivojlanayotgan mamlakatlarda sun'iy qilinyapti. Italiyaga borsangiz, keling, uylaning bizga, farzand ko'raylik, davlat pul beradi, uy beradi deyapti. Gollandiyada odamlarni chaqirishyapti, kelinglar, qizlarimizni tanlab uylaninglar deyapti. Yo'q, jamiyat yo'qolib ketadi. Ularda farzand ko'rishga targ'ib bor. Bizda nimaga oilani chegaralaydi? Nimaga? Imkoniyat bor, sharoitingiz bormi? Ko'proq farzand ko'ring. Sharoitingiz bormi? Farzand tarbiyasiga ko'proq e'tibor bering. Bu o'sha jamiyatning ham roli bor demoqchiman. Jamiyat nikohni muqaddasligini, uni ahamiyatini ko'p va xo'p takrorlash kerak. Imomlarga alohida tashakkur. Nikoh to'ylariga borganda har doim butun xalq yig'iladi. Osh yeyishdan oldin nikoh haqida imomni suhbatini eshitadi. Bu qadriyat bu. Bu yo'q boshqa joyda. Bu Amerikaga borib olsa, Yevropaga borib olsa, bizni o'zimizdan qadriyatni olib borganlar qilmasa, yo'q unaqa narsa.
Buni eslatib turish kerak. Inson eslatilishlikka muhtoj. Manaman degani ham zehnida mavzular eskirib qoladi. Uni eslatib qaytadan endi jonlantirib turish kerak. Jamiyatning ham roli bor demoqchiman. Dabdabali to'ylar masalasi, ota-onalarning orzu havasi sababli ba'zi yoshlar qo'pol qaytganda azob chekishyapti-da. Men uylanishlikka tayyorman, turmush chiqishlikka tayyorman, lekin ota-onani hali biz tayyor emasmiz, moliyaviy taraflama. Orzu havas, dabdabali to'ylar, bu qanaqa o'zi? O'sha asl maqsaddan chekinib, ikkinchi, uchinchi darajali narsalarga e'tibor berib ketish holatlari ko'rinyapti. Men bir qiziqroqlarni aytdim. Bo'ydoqlarni uylantiringlar. Kutmanglar unaqa pishiqchilik kelsa uylantiraman deb. O'zi bo'ydoq bechara pishib o'tiribdi o'zi. Pishiqchilikning ahamiyati bor. Uylantirish kerak. Mana hozir Covid bo'lgan paytida qanaqa ajoyib nikohlar bo'ldi. Juda qiziq nikohlar. 10 ta 15 ta odam aralashib to'y qiladi, kelin olib keladi, bo'ldi yashaydi. To'y shu ham nikoh. Ular ham baxtli hozir. Baxtli, o'sha kunlar yaxshi ham shunaqa kunlarga to'g'ri keldi. Ajoyib bo'lar ekan. O'sha xarajatni yangi oilaga berish kerak. Yangi oilani yangi ishiga, startupiga berish kerak. Ular rivojlansin, bolalarni tarbiyasiga yo'naltirish kerak. Isrof. Bir millatni o'zini oyog'iga o'zi bolta urish bilan bir xil. Isrofni oldini olish kerak har sohada. Haromga saplangan har qanday narsa isrof. Uni hamma biladi. Halolda ham isrof bormi desa, halolda ham isrof bor. Halol haddan ziyod bo'lib ketsa isrof bo'ladi. Hatto fuqaholar to'ygandan keyin yeyilgan luqmani makruh degan. Makruh tanzihiy emas, haromga yaqin makruh. Nimaga desa, birinchidan to'yganingizdan keyin yegan taom sizga zarar beradi. U taom emas, endi u zahar endi u. Ikkinchidan u taomni boshqa odam yesa to'yardi. Isrof u boshqa odamning haqqi edi. Endi to'yni o'sha minglab pul sarflab bir to'yxonaga bordim men. Kecha deydi, shu yerda to'y bo'ldi deydi. 250 ming dollar pul sarflashdi deydi. Bitta to'yga, to'yi konsertiga. Falonchi keldi deydi, 50 ming dollar oldi deydi. Pistonchi deydi, 20 ming oldi. Falonchi Toshkentdan keldi, 30 ming dollar oldi. Artistlarning o'ziga shuncha ketdi deydi. Endi anaqalarni qo'ygan. Qora ikra, qizil ikra hammasi bor. To'y 220 ming, 230 ming, 250 ming dollar pul sarflashyapti. Ba'zi xonadonlarni ko'rdim, shunaqa qimmat to'y qilgan, 3 kundan keyin ajrashib ketishgan. Baxtni belgilovchi narsa yuqoridagi omillar. O'sha iymon, e'tiqodli, vafodorlik hissi, sadoqat bilan turish, og'irlik, yengillikda yonma-yon turishlik, so'z berish bir-biriga. Bularni ko'paytirish kerak, bularni shakllantirish kerak. Albatta isrofni to'yda ham isrof deb aytiladi. Talablarni yuqori bo'lib ketishligicha, masalan, yigitlar ko'rdi, falonchi narsalarni ko'rdida, meni ham xotinim shunaqa bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasam qizlar, erim masalan menga uy olib berishlik kerak, alohida yashayman, geylik deydi, boshqa narsa. Endi u juda ham kam bo'lsa ham, lekin bu narsalarni internetga olib chiqishyapti. Aylantirishyapti va bu narsa xayolida bo'lmagan insonlarni ma'lum bir darajada ta'sirlantiryapti. Talablarni yuqori bo'lib kelib, mana shu talabga javob bermasa, o'zi zo'r bola, masalan, farazan. Bir ikkita tanishlarimiz aytdi, haqiqatan yaxshi yigitlar, odobli, axloqli, eng asosiylardan borsa, yo'q, bizni talablarimizga javob bermaysiz deb rad qilaverishganda. Kimlarga o'zi qizlarimizni bersak yoki bo'lmasam kimlarni biz xotin sifatida tanlasak, talablarimiz minimum qaysi biri bo'lsa yaxshi bo'ladi. Endi eng yaxshi o'rnak payg'ambar alayhissalom. Bu 4 ta narsasiga ko'ra uylan degani emas. Insonning tabiatida qiz bolani, ayol kishini ko'rganda qiziqish uyg'onadi. Nimasiga qiziqadi desa 4 ta narsasiga. Jamol aldaydi ko'pincha. Axlat xonada o'sgan guldan ehtiyot bo'linglar. Jamolga tegishli bu. Men bir ijtimoiy tarmoqda o'sha o'ta bir fahsh profil yuritadiganlar meni tek qilib, masxara qilib, go'yoki ular zo'r hayot kechiryapti, biz endi orqada qolib ketgan eskicha qilib kalakalarni qildi. Keyin to'xta dedim, men lichkasiga yozdimki, qilayotgan ishingizni noto'g'riligini bilasiz. Baxtli emasligingizni men ham yaxshi bilaman. Siz ko'zingizga baxtli ko'rinib odamlarga bunaqa qilyapsiz, meni kalaka qilyapsiz, noto'g'ri. Yo'q, men baxtliman deydi. Qanaqa baxtli bo'lasiz? Bir kunda nechta erkakni qabul qilasiz? 3 ta, 4 ta deydi. 3 ta, 4 ta axlatlarda bo'lyapsiz. To'g'rimi? 3 ta, 4 ta odam sizni
ishlab tashlab ketyapti. Qanaqa baxt bu desam, joyiga tushdi. Men deydi, chiroyliman. O'shaning uchun boshqalar shu ishni chiroyli bo'lmagan uchun qila olmayapti deydi. Hozir chiroylilik $1000 turadi. Manaman degan qizni olib kelib, shunda salonga olib kiring, $1000 bering, uni Selena Gomez qilib qo'yadi. U oson narsa. Lekin qanchaga boradi? Bitta yuysang ketdi. Xola deydigan bo'lib qoladi. Bitta betini yugandan keyin. Mana shu narsalarni hisobidan u chiroylilik ham birinchi planda emas. Oxiri u yig'lab o'chirib yubordi profilini. Hammasini zapis qilganman, qo'yaman dedim, keyin qo'ymadim, mayli, o'chirib yubordi u. Jamoliga ishqiboz bo'linadi. Lekin aldanmaslik kerak. Go'ngdan chiqqan bo'lishi mumkin. Go'ng axlatxonadan chiqqan bo'lishi mumkin. Surishtirsangiz nimasini surishtirasiz? Nasabini. Ikkinchi anaqada nasabiga ishqiboz bo'linadi. Keyin moliga ishqiboz bo'linadi. Puli bo'lishi mumkin. Yaxshi mashinaga yuribdi misol uchun. Uyim bor deydi. Bularga ham qiziqiladi-yu, lekin to'rtinchisi diniga qiziqiladi. Din deganda bu yerda axloq, odob, diyonat, bosh omil Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rqaman degan gapi bebaho hisoblanadi. Quruq gap emas, amali o'ta qadrli hisoblanadi. Allohdan qo'rqsa bo'ldi xotiningiz. Bo'ldi, baxtlisiz siz. Uni jamoli ozgina fursatdan keyin tugaydi. Moli sarf bo'lib ketadi. Nasabi uyda qoladi. Siz bilan birga diyonati davom etadi. Mana shu mezon bo'lsa bo'ldi. Qizlarda shu. Erkaklarda ham payg'ambar alayhissalatu vassalom qizingizga axloqli, odobli, diyonatli boladan sovchi kelsa, qizingizni bering deganlar. Bermasangiz katta fasodga yo'l qo'yasiz deganlar. Ko'p hayotimda ko'rdim. Odobli, axloqli, yaxshi joydan sovchi keladi. Qizini talablari katta, yo'q deydi, undoq deydi, bundoq deydi. U ketadi, bu ketadi, u zinoga kirib ketadi, bu zinoga kirib ketadi. Fasod, katta fasod bo'lib ketadi. Uni oldini olish uchun darrov berish kerak. Joy chiqsa darrov berish kerak. Tarixda bir ajoyib misol bor. Said ibn Musayyab degan tobiin bo'lganlar Madinani allomasi hisoblanadi. Ibn Abbos kabi sahobalar Said ibn Musayyabni hadisdan, ilmdan dars berayotganini ko'rganda ko'ziga yosh olardi. Bay. Seni Rasululloh ko'rmadilar-da. Ko'rganlarda seni haqqingga duo qilardilar. Shunaqa olim odam bo'lgan. Shu odamni qiziga endi Said ibn Musayyabni ayoli Abu Hurayrani qizi bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning qizi Marjona xullas. Hadis Abu Hurayra orqali, qizlari orqali Said ibn Musayyabning oilasiga kirib, uni qizi bilan davom etayotgan silsilada bu tanlov, bunaqa tanlov kam uchraydi. Endi talabgorni keling. Talabgor Abdulmalik ibn Marvon kelib talabgor bo'lgan. Abdulmalik ibn Marvon kim? Bu yog'i O'rta Osiyo, u yog'i Chin, Xitoyga yaqin, Afrika mamlakatlari. Dunyoni 4dan 2 qismi, yarmini egallab turgan podshoh, xalifa Said ibn Musayyab qiziga sovchi bo'lyapti. Qizingizni bering deyapti. Chunki biladi bu ham olim bo'lgan. Said ibn Musayyabni qizini Abu Hurayraning silsilasidan kelayotganini, ilm madrasasi ekanligini biladi Abdulmalik ibn Marvon. Nimaga? Abdulmalik ibn Marvon Madinada fuqaho sabani bittasi bo'lgan. 7 ta faqihni bittasi Abdulmalik ibn Marvon bo'lgan. Keyinchalik xilofat masalalariga aralashib, meni xilofat ilmdan to'sib qo'ydi deb pushaymon qilgan. Olim odam. So'raganda Said ibn Musayyab bermagan. Tasavvur qiling. Ya bermayman degan. Bosim o'tkazgan, bermayman degan. Bosim shu darajada kuchayganki, iloji yo'q bermasligini. Kechqurun xuftondan keyin shogirdlarining ichidan Ibn Vadud degan bittasi bolasini chaqirgan. Bu yoqqa kel degan, ha. Sen nimaga 3-4 kundan beri yo'qsan? Ayolim o'tib qoldi, janozasi bilan band bo'ldim. Hozir uylanmadingmi? Yo'q. Uylanasanmi? Endi uylanaman, pulim yo'q. Qancha puling bor? 1 dirham pulim bor. Bo'ldi, yetadi. Men qizimni senga berdim degan. Qarang, shogirdiga. Nimaga? Chunki seni kechqurun tahajjudda ko'raman degan. Xudodan qo'rqasan sen. Abdulmalik ibn Marvondan, olamni xalifasidan sovchi bo'lyapti, qizini bermayapti. Nimaga? Dunyoga kirib ilm zoyi bo'lmasin.
o'zini shogirdiga beryapti. Kechqurun olib borib qizini nikohlab tashlab beryapti. Bir dirham puli bor. Keyinchalik qiynalib qolganda o'zi pul berib, yordam berib yurgan qaynotani o'zi. U kuyov haqida bu ajoyib hodisa Siyar al-Ulumda baloda bor, al-Bidoya va Nihoya tarix siyrat kitoblarida doim misol keltiriladi. Said ibn Musayyab shunaqangi tanlov qilgan. Ana shu o'shalardan keyin dinimizni, axloqni bizga rivoyat qilgan odamlar kelgan. Demak, tanlov o'ta yuqori bo'lib ketishligi, yuqorida sanalgan 4 ta 5 ta narsadan boshqa talablarga o'tib ketsa, bu haddan oshish hisoblanadi. O'sha yuqorida misol keltirdim, oldin yaxshilab tanishib olsin, keyin uylanadi degan narsani bizni ya'ni qadriyatlarimizda tanimasdan turib uylanib olsin deyiladi-da. Tanisa yashamaydi. Tanimasdan uylantirib qo'yiladi. Keyin sabr qilib yasha deyiladi. Bir-biringga chida deyiladi. Senga nasib qilgani shu, senga nasib qilgani shu. Jannat dunyoda bo'lmaydi. Xotin erini qiynasa, hurlar xotinga aytadi: "O'y, sen bizga kelayotgan bu yigitni xafa qilma. Senga yoqmasa bizga yoqadi bu", deb turar ekan hurlar. Xotinini xafa qilsa, erkakka nisbatan Alloh taolo jazo qo'llaydi. Mana shu narsalarni bir-biriga o'rgatib, o'rtada muhabbat bilan hayot kechirish kerak. Oldiga juda katta dunyoviy sabablarni qo'yib olsa, unda oilada bo'lgan kamchiliklar oilaning dars ketishiga sabab bo'ladi. O'zi surishtiruv masalasi ham. Masalan, biz tanimasak ham, lekin sizni qizlaringiz bor, bizni qizlarimiz bor. Masalan, ko'pchilikning qiz farzandini shunchaki tavakkalliga berib yuborishdan oldin surishtirish masalasi ham to'g'ri bo'lsa kerak. Albatta muhim. Surishtiruv o'zi qanaqa to'g'ri bo'ladi? Nima qilib ba'zilar yolg'on gapirib qo'yishligi mumkin. Qo'shnicha so'radi, bittasidan so'radi, zo'r bo'ladi dedi. Bersangiz maza qilasizlar, qizingiz baxtli qiladi, lekin yolg'on gapirdi. Yoki bo'lmasam yigitni so'rab kelishdi, qizni so'rab kelishdi. Qanday surishtirsak to'g'ri bo'ladi? O'sha g'iybat harom degan bobda 7 ta o'rinda joiz degan ulamolar g'iybatni, balki ba'zi o'rinda vojib g'iybat qilish degan bobda shuni ham sanashgan. Bir qizni surishtirib kelsa, mahalla biladi, qo'shni biladi, aybini berkitishligi noto'g'ri. Aytsa g'iybat bo'ladi. Aybini aytsa g'iybat bo'lardi. Aytmasa bir xonadonga xiyonat qilgan bo'lib qoladi. Kuyovi surishtirib keldi. Kuyov narkoman, misol uchun. Uni narkomanligini bekitib sovchi bo'lyapti. Qo'shni biladi. Undan so'rasa, bekitishligi noto'g'ri. Aytmasa, mendan xijolat qilsa, mendan so'ramanglar, boshqa joydan so'raylik desin. Lekin aytish kerak bo'lsa, to'g'risini aytsin. Hatto masalan, bizning fiqhimizda soch bo'yash masalasi bor. Soch soqolni bo'yash. Nimaga erkaklarga qora soqolga bo'yashni makruh deydi ulamolar? Bitta illat bilan. Nima illat u? Qarshi taraf qizga yolg'on gapirmaslik uchun. O'sha g'arar masalasi bor. Men yoshman deb ko'rsatish uchun qoraga bo'yasa makruh bu. Lekin aytib qo'ysa, "Yo, men bo'yaganman sochimni" desa, o'zi aytish vojib bo'ladi. So'rasa, "Yo, men sochimni bo'yaganman, soqolimni bo'yaganman" deb aytish kerak. Mana shuni illatida ham yolg'on bor. Surishtiruvda o'sha yolg'onni oldini olish uchun bu aytilishi kerak. Surishtirishda aytganingizdek nasab yaxshi surishtirish kerak. Otasi aniq bo'lmagan, onasi aniq bo'lmagan. Onasi aniq bo'ladi asosiy, otasi aniq bo'lmagandan ehtiyot bo'linadi. Nimaga? Chunki kimnidir singlisiga tolib bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. O'ziga mahram bilmaydi. O'shaning uchun bola boqib olishlikda ham darrov aytib qo'yish kerak, balog'at ketgandan keyin bu bola meni bolam emas, palonchini bolasi, men boqib olganman deyish kerak. Chunki ertaga surishtirganda sizni qizingiz deb o'ylab, aslida boshqani qizi bo'ladi, boqib olingan. O'zining singlisiga xarador bo'lib qolgan bo'lsa, unda fasod yuzaga chiqadi. Surishtirishda shunga o'xshagan narsalar bor. Masalan, kimni emgan yoshligida? Buni ham surishtirib qo'yish kerak. Emikdoshlarini bilish kerak. Chunki nasab bilan nima sobit bo'lsa, emikdoshlik bilan shu ham sobit bo'ladi. Men kimnidir emgan bo'lsam, uni o'g'li, qizi, hammasi menga aka, uka, singil bo'lib qoladi. Demak, emikdoshlikni ham surishtirish kerak. Biz fuqaholarimizni
mehnatlariga qoyil qolish kerak. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Shu masalalarni ham juda tahlil qilishgan. Misol uchun siz yoshligingizda kimnidir emgansizda bilmayapsiz kimligini. O'sha bilasizki, mana shu mahallada edi shu ayol. O'sha mahalladan uylana olmaysiz. Chunki shubha bor. Emikdosh sizni o'sha mahallada singlingiz bo'lishi mumkin. Yoki shu shaharda edi shu. Shu shahardan uylanma deydi. Boshqa shahardan uylan deydi. Bu qanaqa ehtiyot bo'lishgan qarang. Ana surishtirishga bog'liq shu. Odobi, axloqi ustozini surishtirish kerak. Ayniqsa bugun juda ham biz erkaklarning yuzini qizartiradigan hodisalar bo'lyapti-da. Makkada, Madinada O'zbekistondan qochib qidiruvda yurgan bolalar ijtimoiy tarmoq orqali bizni ichimizdagi qizlarni aldashyapti, chaqirishyapti. Mana Makkada hayot kechiramiz, mana Madinada. Nasab ota-onasi muhim, tarbiya topgan o'rni muhim. Endi bizning o'zbeklarda maqol bor, onasiga qarab qizini ol degan. Onasini yaxshi surishtirish kerak. Qiz olayotganlar. Onasi kim? Kuyov tanlayotganlar do'stlariga yaxshi qarasin. Chunki odam tabiatiga munosib odam bilan do'st bo'ladi. Do'stlariga ko'ra kuyovni tanlasin. Va bunga o'xshagan yana ko'p omillar bor. Tajribada sekin-sekin buni ko'rib boriladi. Yoshlar bilan gaplashsangiz, nimaga shu 25 ga, 27 ga, 30 ga chiqdingiz, haligacha uylanmadingiz desangiz, yaxshi qiz yo'q deydi. Qizlardan so'rab qo'ysangiz, yaxshi yigitlar yo'q deydi. Bu masala oila qurishlikka, ya'ni yaxshi yigitlar yo'q, yaxshi qizlar yo'q. Bunga qanday qaraysiz? Haqiqatan yo'qmi? O'zini yaxshi deb o'ylayapti, ikkalasi ham. Yaxshi qizlar yo'q, men yaxshiman. Yaxshi qizlar meni topa olmayapti deganga o'xshagan narsada. Noto'g'ri bu. Payg'ambar alayhisalom yaxshilik kamayib ketdi, hamma yo'q buzilib ketdi degan odam birinchi o'zi buzilgan deganlar. Birinchi o'zi buzilgan bo'ladi uni. Yuqorida aytdik, yomon qiz bo'lmaydi. Yomon munosabatlar bo'ladi. Yomon yigit bo'lmaydi. Yomon axloq munosabatlar bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom tarbiya qilgan odamlarni to iymonga kelguncha bo'lgan hayotini ko'ring. Naqadar razillikka, naqadar yomon ishlarga qo'l odamlar bo'lgan. Bir sahoba kelib, "Ya Rasululloh, meni 10 ta qizim bor edi. 10 tasini ko'mganman" degan. Tasavvur qiling. Johiliyat paytida 10 ta qizimni ko'mganman, tirgilayin. Hazrat Umar rivoyat qilgan shuni. Kaforat bormi degan. 10 ta qul ozod qil deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir ishni qilib qo'ygandan keyin u o'rnini to'ldirishga harakat qilish bu yaxshi iymonni alomat, tarbiyani alomat. Nadomat qilish. Qilgan aybiga nadomat qilgan odamni peshonasidan o'pish kerak. Ya'ni xato qilmaydigan odam yo'q. Xato qilgandan keyin nadomat qilmaydigan badbaxtlar bor. Men to'g'ri qildim deb turaveradi. O'zi razil ish qilgan. O'zi o'ta jirkanch ish qilgan, lekin yo'q deydi, senda ayb deydi. Men yaxshiman deydi, qizlar yo'q deb qo'yadi. Yo'q, sen nadomat qil, senda ayb. Nadomat qil, xatoyingni to'g'rila. Fatimani istaydi hamma. Fatima senga nasib qilish uchun Ali bo'lishing kerak. Senda ayb birinchi. Payg'ambar alayhisalom 10 ta qul ozod qil dedilar. "Ya Rasululloh, meni pulim yo'q" dedi. "Tuya boqaman" dedi. Bo'lmasa 10 ta tuya so'y Allohning yo'liga kaforat dedi. Va u odam borib 10 ta tuya so'ydi. Shu odamni johiliyat paytidagi razolati axloqdan keyin, iymondan keyin qanaqa fazilatga aylandi. Rivoyatni Hazrat Umar qildi deb tagiga chizganimiz sababi bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu qizlarni ko'mganlar degan rivoyatni mavzu ekanligi, to'qimi ekanligi mana shu rivoyatdan ham bilinadi. Nimaga desa, Hazrat Umar o'zlari rivoyat qilyaptilar buni. Agar qizlarni ko'mganlari deydi, rivoyatni oxirida aytardilar. Mana bitta tuyani so'yib kaforat qildim derdilar, demaganlar. Hazrat Umar qizlarni ko'mmaganlar, u rivoyat to'qilgan shiyalar tomonidan tarqatilgan. Demak, o'sha yaxshi qizlar yo'q emas. Men hali munosib o'zimga munosibimni topa olmayapman. Bu to'g'ri gap. Yaxshi yigitlar yo'q deyish, bu ham o'sha biroz kibrga o'xshagan narsa. Hamma yaxshi, men yomon, hamma bug'doy, men somon deb bizni tasavvuf ulamolar aytgan. O'shanda inson rivojlanadi. Tasavvufda gap bor.
insonni rivojlanishi uchun darajalarga, yuksak darajalarga erishish uchun eng muhim sifatlar nima deganda, birinchisi tavozu degan. Tavozu, o'zini kam olish kerak. Men loyiq emasman deyish kerak. Men loyiq emasman, menga nasib qilmasa kerak. Menga deb yashash kerak. Nasib qilib qolsa keyin Alloh menga berdi bu baxtni deb mahkam ushlaydi shunda. Yo, men deydigan Samad senki deb qo'yadi hozir. Yo, men zo'rman, men avliyoman. Faqat xalq bilmayapti deb meni desa, unga o'ziga o'xshagan qo'shtirnochida avliyo duchor bo'ladi. Alloh asrasin. Bugungi kunda sovchilik masalasi raqamli, ya'ni IT rivojlanyapti, kompyuter texnologiyalar rivojlanyapti va turli xil platformalar, ilovalar yaratildi. Masalan, Yevropa, Amerikada musulmonlar uchun xizmat qiladigan Muz platformasi yoki bo'lmasam Salam platformasi, Nikoh Gram degan platformalar kabi. O'zbekistonda ham Nikoh ilovasi. Internetdan ham o'zingga xotin topdingmi, internetga o'zingni qo'ydingmi, bu nima bozormi degan kabi masalan gap so'zlar. O'z internetdan xotin yoki masalan kuyov topishlik masalasi qanaqa bo'ladi? Yuqorida biroz teginib o'tdik masalaga. Bolalarni yoki qizlarni turmush qurish, uylanish masalasi kechikib, e'tiborsizlik bo'layotganining sababi ijtimoiy tarmoqmi? Ijtimoiy tarmoq. Shu maydonda muqobil biz nikohga qiziqtiradigan, to'g'ri yo'nalishda nazorat qilingan platforma yaratishimiz kerak edi. Buni yaratganlar go'yoki farzi kifoyani ado qilgandek gap bu. Chunki ijtimoiy tarmoqni uzib yo'qotib bo'lmaydi. Bolalarimizni undan taqiqlab ko'rmaysan deyam imkoniyatimiz yo'q. Nima qilamiz? Muqobilni beramiz. Meni bilishimcha bu O'zbekistondagi platformada hamma ma'lum bir chegarada, doirada axloq odobdan og'ishmagan shaklda o'zini juftini qidiradi. Tabii, menimcha ma'lumotlar ham yashirin saqlanadi, to'g'rimi? Hammaga oshkor qilinmaydi. Bu ham muhim. Ota-onalar o'g'lin nomidan a'zo bo'lishi mumkin yoki singil akasini nomidan a'zo bo'lib kelin bilan gaplashishi mumkin. Bular yaxshi narsalar. Bular o'sha ko'p yomon mavzularning ichida yaxshi narsani niyat qilishga o'xshagan gap. Bir qiziq latifa bor. Bir masjidning oldida aroqxona bor ekan, mayxona. Imom chiqib olib har doim duo qilar ekan. Ey Allohim, shu mayxonani yer bilan yakson qil. Ey Allohim, mayxonani yer bilan yakson qil deyaverar ekan. Lekin nima bo'pti-yu? Zilzila bo'lib mayxona pachag'i chiqib ketibdi. Masjid qimillamadi. Keyin mayxonaning egasi chiqib, imomning yoqasiga yopishibdi. Sen duo qiluvding, mayxona pachag'i bo'ldi, to'laysan debdi. Imom aytdi, sen jinnimisan, men duoning aloqasi bor. Yo'q debdi, qoziga borishibdi. Qozi ikkala tomonni eshitib, mayxonachiga qarab kulamish, imomga qarab hayron bo'lamish. Nima kulyapsiz desa, qara, sen imom qilgan duoyingga ishonmayapsan. Bu mayxonaning egasi seni duoyingga ishonyapti. Asli sen ishonishing kerak edi. Ishonch maydoni sen eding. Bu o'zi alkash bo'lsa ham, lekin ishonch maydoni bo'lmas edi. Hayot g'alati qiziq bo'lib qoldi degan ma'noda. Bu nimaga o'xshaydi? Shu ijtimoiy tarmoqda hamma biz qilishimiz kerak bo'lgan, bizni xohlagan qadriyatimizdagi jamoaga zarur bo'lgan ehtiyojni qondirish ba'zi odamlarga erish tuyulyapti-da. U odamlar o'sha duo qilib, duosini ijobat bo'lishini kutmagan imomga o'xshaydi ular. Salla kiyib olgan, lekin duoyim ijobat emas deb o'ylaydi. Lekin bu mayxonada bo'lsa ham, lekin shu yerda duo ijobat degan narsada iymoni bor. Muhimi iymon, muhimi tushuncha. Demak, biz bu platformalarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, faqat chegarasini qo'yish kerak. Juda bu haligi o'yin kulgi bo'ladigan. Men ba'zi norasmiy platformalarni ham eshitdim. Qizni gaplashib berishadi, ko'rishtirishadi, pul olishadi katta miqdorda. Keyin u qiz bilan safar uyushtirib berishadi. Kruz. U safar qilib keladi aylanib. Yoqsa keyin nikohlanish. Yoqmasa unaqa ham yozib berishar ekan. Hech naqa da'voyim yo'q, mahr talab qilmayman, anaqa bu endi fisqda bu. Buni odamlarning ehtiyojidan
foydalanib pul ishlash uchun bozorga aylantirish bu bo'lmaydi. Lekin sog'lom shaklda buni nazorat qiladigan, qadriyatli odamlar tomonidan tashkillashtirilgan shunaqa platformalarga ehtiyoj bor deb o'ylayman. Internetdan qistobdan emas, o'zi hayot internet bo'lib qoldi hozir. Hayot bir mahallaga aylanib qolganining sababi shu. Amerikada turib O'zbekistondan uylanyapti. O'zbekistonda turib Turkiyaga erga tegyapti. Ijtimoiy tarmoq orqali baxtli hayot kechirish mumkin. Bitta muammoga tushganmiz. Startap ko'rinishida biz taxminan bunga yarim yil tayyorgarlik ko'rganmizda. Hozir umumiy taxminan 20 bilan 30 ning orasida ishchi xodimlar bor. Ilovani platformani doimiy masalan yurg'izib turishligi uchun. Va tabiiyki buni to'lovi bor. Oylik obuna $10. Nimaga pulli deydi? Sizlar bu narsani hammasini tekin qilishinglar-ku. U pul so'raganinglar sizlarning eng katta bir aybinglar degan mazmunda bizga e'tiroz bildiriladi-da. Boshqa platformalar ham o'rganib chiqqanmiz. Hammasi o'ziga yarasha to'lovlari mavjud. Endi biz o'zimiz aytamiz. Qanchalik to'g'ri, noto'g'ri men bilmayman. Yuqorida aytdingiz, masalan, bitta to'yga $250,000 sarflandi. Biz kecha video chiqardik. Siz yashab turgan hudud vodiy bo'ladimi, voha bo'ladimi, poytaxt bo'ladimi, qancha o'rtacha xarajat? Kim o'g'lini, qizini masalan uzatgan bo'lsa, to'y qilgan bo'lsa, yo'qsa $10,000 bilan $30,000 orasi haqida gap ketyapti-da, bitta to'y uchun xarajat. Lekin biz aytamiz, eng asosiy figuralar kim to'yda? Kelin va kuyov bo'lsa, biz sizga yaxshi bir munosib kelin yoki munosib kuyovni topib berishlikda yordam bersak, xizmat qilsak, $10 so'rasak masalan. Bu bizni bir aybimizmi? Endi har bitta odamni e'tiroziga quloq solsak, javob beraversak, ishimiz to'xtab qoladi. O'sha gapni gapirayotganlar hech bir hayotda bir faoliyati yo'q odamlar. Ularning mas'uliyati yo'q. O'shanga og'zidan xohlagan gap chiqaveradi. Turklarda zo'r bir maqol bor. Bekora qari bo'shamoq qolay deydi. Nima degani? Bo'ydoq odam xotini yo'q u. Xotinim talo deyaveradi. Oson unga, chunki u tushmaydi talo, xotin yo'q. Bular ham shunaqa odamlar. O'tirib olib turib $10 nimaga olasan? Ha, qancha olay? Pul olma. Ha, bu pul olmasangiz nimaga menga pul bermayapsan ham deydi ular. U platforma uchun ularga plan berib turish kerak. Ularga quloq solinmaydi. Bunaqa odamlar bo'lgan, har doim bo'lgan. Ularning gapining vazni yo'q. O'zi jamiyatda bir ish qila olmaydi, qilgan odamni shunaqangi kavlab o'tiradi. Ularning e'tibori yo'q. Lekin foizga solishtirganda 99% odam qo'llab-quvvatlayapti, pul to'lab shu platformada $10 oyiga a'zo bo'lib qilyapti. O'sha gapni gapirgandan ko'ra o'sha odamni o'zi platforma qilsin. Qismda xohlasa tekin qilib qo'ysin. Xohlasa $8 qilib qo'ysin, misol uchun. Konkurensiya bo'lsin. Imomlarni gapiradigan odamlar bo'lardi-da. Imom undoq qilish kerak, imom bundoq qilish kerak. Shunda men bir ikkitasiga aytgan edim. Imomlik qilish uchun oson, 4 yil umr hisoblaysiz. Madrasaga kirasiz, bitirasiz, imom bo'lasiz. Falonchi imom sizga yoqmayaptimi? Uni gapirib, siz uni maqomida emassiz, uni o'tirgan joyida emassiz, uni ijtimoiy holatini bilmaysiz, nimaga asoslanib gapirayotgani sizga yoqmayaptimi? Imom bo'lingiz. O'zingiz bo'ling. Ukangizni o'qiting, o'g'lingizni o'qiting, chiqing o'rniga o'tsin imom o'rniga. Gapirish oson. Bo'ydoq odam xotinim talo deyaveradi. Unga tushmaydi, talo yo'q unda. Sizga osonda, lekin u xotini bor odam talo desinchi nima bo'ladi? Butun oilasiga ta'sir qiladi. O'shuning uchun mas'uliyati bor odam, platformani yaratib, yasab, tepaslik nazorat qilib turgan odam malomat qilinishi mumkin. O'ta saviyasiz, o'ta e'tiborsiz, qadrsiz odamlar tomonidan. Ularni oldida qadr talab qilishlikka ehtiyoji yo'q. Nuh alayhissalatu vassalom juda e'tiborli odam bo'lgan. 950 yil da'vat qilganlar, payg'ambar 950 yil Alloh taolo vahiy jo'natib turibdi, xalqini da'vat qilyapti. Lekin qadriga yetishmagan. Masxara qilishgan. Hey Nuh deyishgan. Sen endi kema yasashni boshlading, oldin payg'ambarman deyatuvding, endi najjor bo'lib qoldingmi? Duradgor bo'lib qoldingmi? Kulishgan. O'sha qadrsiz odamlarni oldida qadrsiz bo'lish Nuhning sunnati. Nuh alayhissalom ularni oldida ularni qadrini qozonishni xohlamadi. Bizni masxara qilyapsizlar, bir kun keladi biz sizlarni masxara qilamiz. O'sha ma'noda, demak bu
negativ fikrlarni, salbiy fikrlarni gapirib, sizni g'ashingizga tegib, ishingizga o'zini xalaqitini berishga harakat qilayotganlarga e'tibor bermaslik kerak menimcha. O'zim ma'lumot uchun aytaman, kimdir ko'rayotgan bo'lsa ham bilib qo'ysa yaxshi bo'ladi. O'zi bepul. 96% inson bundan bepul foydalanadi. Ya'ni shunaqa imkoniyatlari bor. Yani bemalol ro'yxatdan o'tadi, o'zini anketasini ochadi, kimdir so'rov yuboradigan bo'lsa, qani ko'rib, ma'qul keladigan bo'lsa, u bilan suhbatlashadi, qo'ng'iroqlashadi. Hech qanaqa bu uchun to'lov qabul qilib, faqatgina birinchi bo'lib turib qadam bosish uchun to'lov. Mana sizga kimdir yoqdi, boshqalar ilk ketishligidan oldin men harakat qilib qolay, men birinchi bo'lib turib qadam bosay deyishlik uchun mana shu Sovchilikka ham tog'ora ko'tarib boradi-yu. Tog'ora $10 to'lmaydi hozir. Misol uchun. Ustoz, rahmat sizga kattakon. Salomat. Umid qilamiz oila qurishdan oldin ko'pchilikka bu narsa foydali bo'ladi. Agar nasib bir vaqtingiz bo'lsa, oila qurib bo'lgandan keyingi insonlarga yana bir alohida mavzu qilib bir suhbatlashsak yaxshi bo'ladi inshaalloh. Inshaalloh. Umringlar uzoq bo'lsin va qanaqadir fikr mulohazalar bo'lsa, kommentariyalarda bemalol yozib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Bitta she'r o'qib berayin. Zo'r bo'ladi. Ko'p podkastlarda she'r o'qib turaman endi. Yuqorida boshida aytdik, oila masalasi bo'lgandan keyin boshlanishi sevgi bilan boshlanadi, lekin sevgini o'zi yetmaydi. Sevgini yonida ko'p narsalar kerak. Shu haqida bir ajoyib she'r bor edi, shuni o'qib beraman. Yetmagay. Yig'lama behuda ko'ngil. Sevgining o'zi yetmagay. Sevsa da bulbul so'lar gul. Sevgining o'zi yetmagay. Sabablar bor og'ir kelar. Sanalar bor unuttirar. Sevdim deyishga uyalar. Sevgining o'zi yetmagay. Oldi bahor, orqasi qish. Mevasi shubha yo tashvish. Yetar deb o'ylama, mish-mish. Sevgining o'zi yetmagay. Qozon, tovoq, ko'rpa kerak. To'yga yetar sarpa kerak. Yana shuncha narsa kerak. Sevgining o'zi yetmagay. Ishq deymiz u, qani nedir? Bo'yi qancha, eni nedir? Sinalmish 100,000 sanadir. Sevgining o'zi yetmagay. Ba'zan vafodorlik kerak. Goho fidokorlik kerak. Sevgi nafratla mushtarak. Sevgining o'zi yetmagay. Qoniqmaysan ma'noga ham. Ega bo'lsang dunyoga ham. Mahbubiydek daryoga ham. Sevgining o'zi yetmagay. Yig'lama behuda ko'ngil. Sevgining o'zi yetmagay. Sevsa da bulbul so'lar gul. Sevgining o'zi yetmagay. Salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Sevgidan tashqari vafo va sadoqatni ham esdan chiqarmanglar.